Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Necha yursan mellada? Bu yerda shaharning Qoq markazida hovli joyimizda reklamaga chiqadi. Shuni sizlarga tanishtirsak, Hamkor bank yanimizda, Amir Temur bog'i yanimizda. Bu yana kelsak Darital, bu yana kelsak Shumbola stadion. Shaharimizning Qoq markazida. To'shak yo'q. Dahshat. Zo'r mastada joylashgan. Birgalikda tanishtirib o'tsak. Shu yerdan boramizmi? Shu ko'chadan boramiz. Necha metr ichana giramiz? 20 metr ichana giramiz. Birinchi ko'cha. Hovli joymi? Hovli joyi va xolasa ichida yashasam bo'ladi, xolasa yig'ib turib, 2 dona joy tursam bo'ladi. Joy quruvchilar uchun ham zo'r mesta. Hisob. Yıkmam sasa bo'ladi, ha? Yig'ib sasa bo'ladi, materiallari zo'r debdi, ko'na emas. Boshdan Sosteniyasi ham zo'r o'xshaydi, ha? Sosteniyasi zo'r va. Bo'ladi. Joyimiz bu tarafdan giradigan bo'lsa, bog' tarafdan giriladi. Ha, bu yerdan fut bu, ha? Bu yerdan bir foto bor, aran tarafdan. Arka taraf bu, ha? Esa asosiy yo'ldan kiraveramiz. Asosiy yo'ldan kiramiz boshqa. Bo'ldi, ketdik. To'shakka gap bo'lishi mumkin emas, do'stlar. Mana bu sitoforimizdan, Amir Temur bog'imizdan birinchi ko'cha. Chap aylanamiz, ha? Chap aylanib, birinchi ko'cha Ibn Sino ko'chasida aytiladi. Bundan ham kelsak bo'ladi, ha? Bundan ham kelsak bo'ladi. Rayhon bozor. Rayhon bozor tarafdan ava. Tushunarli. Ikki tomonlama yo'l bor, ha? Ikki tomonlama yo'l bor. Bu sentralning ko'chasi. Shu ko'chadan ham kirsa bo'ladi, bog' tarafdan ham kirsa bo'ladi. Bir qator ko'rsatib o'tamiz, ha? Qator ko'rsatib o'tamiz. Maktab bog'cha VIP edi. Bog'cha maktab bor bu tarafda. Bir adım. Gazdan, svetdan, suvdan muammo yo'q. Suv, hammasi bor, svet o'chmaydi. Shaharning Qoq markazi. Hisob. Mana shu ko'chamizga kirgandan ham ko'p yurmaysiz, bir 20 metr yursangiz, chap tomonda. Ha, banda asosiy yo'ldan 20-30 metr giramiz ekan, ha? 20-30 metr yursangiz yana birinchi chap tomondagi Uglavoy tupik ko'chamiz. Mana do'stlar. İki tane joy çıkarsam bo'ladi bu yerda, ha? Bu yerdan 8,5 metr joy chiqsam bo'ladi. Joy quruvchilar bo'lsa, shaharning Qoq markazi Ibn Sino ekan, ha? Feruz NFI. ko'chada joylashgan. Bismillahirrahmanirrahim. Do'stlar, xudo xolsa icham girdik. Dalon bo'lam ber, Sugra. Dalon. Dokumentlar bormi? Dokumentlari bor yana. Pol yonida o'tadi, tayyor. Bu yerda yashimandan samina berin dalonimizni 15 kvadrat metr, uzunluğu 10, enine 5. 50 kvadrat bo'ldi. Yashigan bo'lsa, pol atib, polni o'tirsa bo'ladi. Sosteniyasi ham yomon emas, ha? Sosteniyasi zakonniy. Ajoyib. Katyollarimiz bor, yana katyollarimizni ishlatib turibdi, o'zimiz suvni ishlatamiz, shunda qizadi. Gazdan, svetdan, suvdan muammo yo'q. Chanxonani ko'rsatamiz? Chanxonani ko'rsatsak, xonalarni. Ketdik. Bismillahirrahmanirrahim. Koridor bo'lib o'xshaydi, ha? Beri koridor va. Sveti shu o'xshaydi. Svet berniki. Yo'lgan. Spalni xonami ber? Ber spalni kichkina. Berni razmerine kelsak 320 ga 370. Yomon emas, temiz pol taxta, ha? Pol taxta. Girib yashaydi-mi? Girib bir oddiy fon berib yashasa zakonniy. Ottopleniya o'tgan, do'stlar. Davom qildiramiz. Chap tomondagi xonamizga kelsak, ikkita xonasi bor ekan, ha? 350 ga 371. To'rtam xonasi bor ekan, ha? Yandan bir xonasi bor, ichida. Berni razmeri 370 ga 440. Hisob. Beram bir zakonniy spalni. Polni girib yashaydi ekan, ha? Katalog, hamma narsasi bor, prosta fon berish kerak. Osvishtat berish kerak. Bir qator rang berish kerak. Davom qildiramiz. Bu yondagi xonalarimizni ko'rsatadigan bo'lsak, to'rdan o'xshaydi, ha? To'rdan bu zali bor. Do'stlar, katta zalimiz. Bu yerda mana pol bo'lgan, bir qator pol kraska, fon bersa sudrasam bo'ladi, kirib yashiman degan odam. Razmerini aytib o'tsak? Razmerini aytib o'tsak, 440 ga 560. 25 kvadrat deng. Bor. Ulanasi zal. Yomon emas. Shifr atilgan ekan, ha? Shifr bo'lgan. Yashab o'tiribmiz bu yerda. Mana do'stlar, ko'raverasiz. Nima demak, bir zal, 4 spalni ekan, ha? 4 spalni ber bilan hisob. Bir zal. Bir zal. Tak, bog'im bormi? Bog'im bor, bog'ini ham ko'rsatsak. Qani do'stlar, bir qator ko'rsatdik. Endi bog'ini o'tamiz. Do'stlar, xudo xolsa, bog' tomonga chiqdik. Bog'ga chiqishlik chat tomonda kuxnyamiz.
Kuxnya, ha? Aa. Restoran var ekan bu yerda. Restorani, issiq, sovuq suv narsa bor. Men do'stlar. Ba'zi shu yerga ekan. Ya shunday holatda kuxnyamiz. Yazgi kuxnyadan bu. Hava, yazqi kuxnya. Bu yerda ikkinchi xonamiz tandirxona. Oo. Tandirxonaning udobniy Shaharning o'rtasida tandirxona. Shaharning o'rtasida, yonboshimizda dom bor. Xolasa bu yerda tandirxona ochaman deganlar uchun tandirxona ochsam bo'ladi. Polnisha turibdi-ku, ha? Polni ishlab turibdi, Ne do'stlar? Bu yerda. Prosta o'zar tartib. Biznes ham etsam bo'ladi-da bu yerda. Biznes etsa bo'ladi, tandirxona etsa bo'ladi bu yerda. Shaharning markazida. Shaharning markazi. Bu taraf bog' bo'ladi o'shida, ha? Yan tarafimiz bog' havo. Qana bir qator ko'rsadik qana. Vodoprovod gap turibdi ya. Vodoprovod, yer krantimiz bor. Yazgi tualet ham bor ekan do'stlar. Hojatxonasi bor. Bu yani uglovoy korpus bor, ha? Bor, uglovoy korpus. Yani svetoforimiz yanındaki buyani bizani uyini. Bu yerdan xolasa joy quruvchilar bo'lsa 17 metr, eni bundan ham 17 400 kvadrat metr. Xolasa yekib salsam bo'ladi. Ag'achlari, taxtalari, İki joy chiqarsam bo'ladi bu yerda, ikki etajdan. 8,5dan chiqadi-da. 8,5 2 joy tushirsa bo'ladi. Chotki место, shaharning qat markazi. Ya do'stlar. Planlashtiraversa, to'g'rimi? Hava. Yaxshi shu ekrandagi nomerlari telefon to'g'risida. Bu nomer ko'rsadik. Bu yandan bu tarafdan giradigan portimiz. İki tomonlama yo'l bor ekan unda. Yo'li bor. Xolasa ondan giradi, xolasa bu yandan ishga tushishi mumkin. Sağ. Yo'limiz Başı uglovoy, ha? Sentralniy yo'l ya do'stlar. qat markazi. Gap bo'lishi mumkin emas, ya точка. Bu yana Hamkor bankimiz bu yanda edi. Aryan taraf bor. Parkimiz bergi uğulda. Bu yana geçsek Darital bor, Shumbola bor, stadion bor. Arkamız Rayhan Bazar. Bu yan tarafımız Rayhan Bazar. Vay. 19 yo'li. Ya Bu yerdan do'stlar. 7 marşrutlar o'tadi, marşrutdan problema yo'q. Her taraflama udobniy. Vay vay, gap bo'lishi mumkin emas точка, ha? Tushundingmi? Zo'r tochkada joylashgan, shaharimiz park markazida. Bu yan tarafimizda yana Shumbola bor, Rayhan Bazar bor bu yan tarafimizda. Amir Temur bog'i yanimizda, svetofordan o'tgan Amir Temur bog'i. Narxi necha so'm? Narxini keladigan bo'lsak 830 deb turibmiz. Ozgina kelishiladigan yer. Variantlar bormi? Variantlar bor, barter bor. 150 kvadratli joy bilan barterimiz bor. Ha Bu do'stlar. yerdan xolasa yashasam bo'ladi. Xolasa 8,5 metrlikdan 2 dona hovli joy tushirsam bo'ladi. 2 etajdan, ha? Ha, 2 etajlidan. Yapon yik turib 2 etajda tutsam bo'ladi, ha? 2 etajli magazin qursam bo'ladi. Bu yerda yana oldimizda dom joylashgan. Zo'r tochka beriladi. Shaharning qaq markazi. Telefon nomerlari bormi? Telefon nomerlari bor va mulk egasi bilan bog'lanishlaringiz mumkin. 88 472 47 77 do'stlar. Balonasi, premo egasini. Dokumentda muammo yo'q. Dokumentlari tayyor, taq. Bemalol odam o'tadi. Problema yo'q. Keyingi videoda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Пока.